Okalar adashayotgan bo'lmaydi, lekin men bunaqa chiroyli Bugatti ko'rmaganman to'g'risi. Eng chiroyli Bugatti bo'lishi mumkin men ko'rganlarning ichidan. Xo'p, bu yoqda chap tomonda Bugatti Chiron turibdi. Buni yonida ati 20 ta ishlab chiqarilgan Lenoirmi degani turibdi. Lekin bu o'sha Chiron Sport. Bu yoqda yana Bugatti Chiron Sport turibdi. Men buni qaranglar. Bugatti Chiron Pure Sport. Endi diskalariga e'tibor beramiz. Shunaqa ham chiroyli bo'ladimi, akalar? Shit. Endi mana buni qaranglar. Eng jinni joyi buni oldida. Yon tomonlari. Mana bu dizaynni qaranglar. Shunaqa ham chiroyli bo'ladimi? Mazzamni qochirdi. Shundoq salonga kirdimi, tom ketdi lekin mana shu Bugattiga. Bu